buyurilgan yordam va tirishchanlik. Badr urushidan o'ylaganlarim. Abdori Erkin Sidiq. Aldınqı qismi. Mening tushunishimcha, islom diniga e'tiqod qiladigan kishilar yoki musulmonlarning hammasi hamma ish Allohning o'rinlashtirishi bilan bo'ladi deb qaraydi. Men o'zimning yaqinqi bir mazgil ichida tayyorlagan maqolalarimda hozirgi zamon musulmon ellarining qanday shakllanganligi va ularning taraqqiyotda nima uchun hozirgidek bir nachar holatga kelib qolganligini tushuntirib o'tdim. Umumlashtirib aytganda, taraqqiyot jihatda hozir bir qism g'arb ellari dunyoning eng oldida, musulmon ellari va musulmon xalqlar bo'lsa, ulardan ko'p orqada turibdi. Mushundaq bir amaliyat mening kallamda tövandagidek bir qator yangi savollarni paydo qildi. Hamma ish Allohning o'rinlashtirishi bilan bo'ladi degan so'z g'arbliklarning eng yuqori darajada taraqqiy qilib, musulmonlarning ulardan ko'p orqada qolishig'imi uyg'un kelamdi? Agar uyg'un kelsa, Allohning ashundaq o'rinlashtirishidagi hikmat yoki sabab nima? Allah qanday kishilarga bakrak yordam qiladi? Musulmonlikning 5 farzini to'liq ado qilish orqali Allohning yordamiga boshqalardan ko'proq erishgili bo'lamdi. Agar shunday qilg'il bo'lsa, nima uchun hozir musulmon ellari bir qism g'arb ellaridan ko'p orqada qoldi? Bir millat uchun qudrat tepishning eng unumli usulini tepishning eng yaxshi chorasi ashu yo'lni burun mengib baqqanlarning tajriba saboqlarini o'rganishdan iborat. Ya'ni qudrat topgan millatlar qo'llangan usullarni o'rganishdan iborat. Taraqqiy topgan ellardagi millatlar boshqa millatlarni tadqiq qilishga, boshqa millatlar qo'llangan usullarni tadqiq qilishga nihoyat yuqori darajada ahamiyat beradi. Uyg'urlar bu jihatda hozirgacha bir nihoyat ojiz holatda turib keldi. Bundaq bo'lishdagi bir qism sabablar o'zimizda. Yana bir qismi bo'lsa o'zimizda emas. O'zimizga bog'liq bo'lmagan sabablarmi az emas. Ba'zi qarindoshlar burun menga Uyg'urlarning qudrat tepishdagi unumli yo'l ustida izlanib beqishni tavsiya qildi. Shuning bilan men Yahudilar haqida bir qancha parcha maqola yozdim. Yaponlar haqida-mo ham shunday qildim. Men Yaponlar ustidagi maqolalarni tayyorlaganda foydalangan manbalarning biri 1930-yillari Germaniya hukumati Yaponlar ustida tekshirish va ilmiy tadqiqot elib berib, shu asosda tayyorlagan bir ilmiy doklad edi. Yana biri bo'lsa, 2-dunyo urushidan keyin Amerika hukumati Yaponiyaning ma'rif programmasi ustida elib borgan tekshirish va ilmiy tadqiqot natijalari bayon qilingan bir ilmiy doklad edi. Mening farzimcha ko'pincha o'qirmanlar men foydalangan ashu manbalarga ancha diqqat qilib ketmadi. Men yaqinda din haqida izlanishni boshlagandan keyin kallamda g'arb ellarining hozirgidek taraqqiy qila olishi bilan hamma ish Allohning o'rinlashtirishi bilan bo'ladi degan diniy hukm o'tirsida cho'qim bir bog'lanish bor. Undaqda u bog'lanish nima degan savol paydo bo'ldi. Shuningdan boshlab kallamning bir yerda mushu savolga javob izlashni zodili to'xtatmadim. Meningcha bu savolning javobi intayin muhim bo'lib, ashu javob musulmonlarning, jumladan Uyg'urlarning buningdan keyin qudrat tepish uchun qanday qilish kerakligini ko'rsatib bera oladi. Men yaqindan buyon Yasir Qazi Amerikadagi o'z o'qituvchilik qilayotgan oliy maktabda dars qilib so'zlagan. Muhammad payg'ambarning tarjimali
degan leksiyasini anglavatqan bo'lib, u leksiyaning 38 qismida yuqoridagi savolga javob bo'la oladigan azroq mazmunni uchratdim. Men mazkur maqolada ashu mazmunni qisqacha tunishtiraman. Shundaqla dunyodagi eng taraqqiy qilgan davlat hisoblanadigan Amerika o'zining taraqqiyotidagi boshlamchilik o'rnini saqlab qolish uchun hozir qandaq ishlarni qilayotganligi haqida ozroq to'xtalaman. Hozir Amerika tutayotgan bir qism yo'llar boshqa taraqqiy qilgan g'arb ellarinikiga nihoyat yaqin bo'lib, men shuningga oid paketlardan bir qancha nima tilga ilib o'taman. Shu orqali men islom dinidagi hamma ish Allah'ның o'rinlashtirishi bilan bo'ladi degan uqum bilan hozirgacha eng taraqqiy qilgan g'arb ellar tutgan yo'l o'ttirsidagi boshlanishni bayon qilaman. Uyg'ur qarindoshlardan birari burun mushundaq bir temada maqola yozib e'lon qilib baqqanmi yo'q, men uni bilmayman. Ashundaq maqoladan birari yozilgan bo'lsa-mo, men uni ko'rib baqmadim. Mening ümidim, agar ashundaq maqolalar taxi yozilib baqmagan bo'lsa, mazkur maqolani bir boshlanish qilib, madaniyat va bilim salohiyati jihatda imkoniyati bor qarindoshlar yuqoridagi savol ustida o'rtaq holda izinib baqsaq, hamda bir yurish qanoatlanarlik javoblarni tepib chiqsaq, shunday qila olsak, biz o'zimizning buningdan keyin qudrat tepishimizdagi eng unumli yo'l qaysi degan savolga javob topgan bo'lamiz. Manga burun ilxat yozgan ukalarning ba'zilari manga ichkirdagi oliy maktab o'quvchilari ichida bir qism ukalar o'zligidan din o'rganishga nihoyat kirishib ketib, normal maktab o'qishiga sal qaraydiganligini aytib, mendan shular uchun biror yozma tayyorlashimni umid qilgan edi. Men maktab o'qishi bilan din o'rganishning munosabatini yaxshi bir taraf qila olmagan, din o'rganishni yaxshi elib berib, maktab o'qishiga sal qarayotgan ukalarga mazkur yozmani kam deganda bir qatim o'qib chiqishni tavsiya qilaman. Men Yasir Qazining leksiyalarida tasvirlangan Muhammad alayhissalomning hayotidagi voqealardan bilgan hamda Yasir Qazi nihoyat aniq holda qayta ta'kidlagan bir haqiqat shuki, siz eng yaxshi musulmon bo'lish bilanla g'alabaga erisha olmaysiz. Siz eng yaxshi musulmon bo'lish bilanla Alloh buyurgan yordamga erisha olmaysiz. Allah'ның yardımını qo'lga keltirib, qilgan ishingizda g'alaba qozonish uchun siz tuvanda bayon qilingan boshqa bir qism ishlarni qilishingiz kerak. Birinchi, Badr urushidan yakunlab chiqilgan muhim hikmatlar. Hammamizning xabarda bo'lgandek, Muhammad alayhissalom sahobalarni boshlab Hijriya kalendarining 1-yili yoki 622-yili Makkadan Madinaga hijrat qilib keladi. Shu vaqtda musulmonlar ikki xil tahdidga duch keladi. Uning biri ichki tahdid bo'lib, yana biri bo'lsa tashqi tahdiddan tashkil topadi. Ayni vaqtdagi ichki tahdid Madinaning texi birlikka keltirilmaganligidan iboratdir. Tashqi tahdid dastlabida yalğız Mekkani o'z ichiga oladi. Ammo keyingi bir qancha yilning ichida bo'lsa, butun Arab yerim orlig'i kengaydi. Muhammad alayhissalomning Madina davrining dastlabki mezgilida Arab yerim orali Madina bilan Makka, musulmonlar bilan Qurayshdan iborat ikki qutbga bo'linadi. Badr urushi yuqoridagi ikki qutb o'rtasida eng dastlabida yuz bergan urushdir. Ya'ni bu urushda Madinadagi musulmonlar Makkadagi Qurayshlar bilan urushadigan bo'lib, u mundaq boshlangan. Hijriya kalendarining 2-yili Payg'ambar alayhissalom Qurayshning
bir karvanining Shamga sodaga ketganligidan xabar tepib, ularning qaytib kelish vaqtiga ulgurtib, Madinaga yaqin joydagi ularning o'ta yo'li atrofiga ko'p qitim kuzatchilarni avatidi. Shu orqali Qurayshning heliqi karvani ming to'giga mol besib qaytib kelayotganligini hamda bu ming to'gilik karvonni qo'g'daydigan kishilarning soni aran 40 odam atrofida ekanligini bilib oladi. Qurayshliklar Muhammad alayhissalom va sahobalarni Makkadan ketishga majburlab, musulmonlar Makkadan ayrilganda o'zlarining hamma boylik mulklari Makkada, ya'ni Qurayshlarga shu pet qolgan edi. Shunga musulmonlar bu qitim qilgan ish o'z mol mulklarining bir qismini qaytarib olish ishi bo'lib hisoblanadi. Shuning bilan Payg'ambar alayhissalom o'zining planini Qurayshlarning bilib qolishining oldini olish uchun Madinadagi sahobalarga haqiqiy ahvolni aytmay, ularga bir jiddiy vazifa chiqib qolganligini, o'zi xohlagan sahobalarning qanchalik tayyorlik qila olsa, shunchalik tayyorlik qilib, o'zi bilan darhol yo'lga chiqishini chaqiriq qiladi. Shuning bilan taxminan 310 nafar sahaba Payg'ambar alayhissalom bilan birga darhol yo'lga chiqadi. Aslidagi plan bo'yicha bo'lganda 310 nafar sahabaning hech qanday urush qilmayla Qurayshning 40 nafar qo'g'dug'ichisini bo'ysundirishi butunlay mumkin edi. Shunlashqa bu 310 nafar sahaba aran 2 tuyoq ot va 70 tuyoq to'gi bilanla hamda to'liq qurollanmayla yo'lga chiqadi. O'ttir hisob bilan 3 sahabaga bir to'gi to'g'ri kelgan bo'g'achqa 3 nafar sahaba bir to'giga navbatlashib minib mavdi. Bir kun yo'l menib, oqshimi bargohlarni tikib, dam ilishga kirishgandan keyinla Muhammad alayhissalom o'zining planini sahobalarga aytdi. Ammo Qurayshning odamlari bu ishni bilib qilib, darhol 1000 dan ko'proq askar tashkillab, ularni yordamga avatdi. Shuning bilan 310 nafar musulmonlar 1000 dan ortiq Qurayshlar bilan Makkaga 312 kilometr, Madinaga 118 kilometr keladigan Badri degan joyda urush qiladi. Mana bu islom tarixidagi dangliq urush Badri urushi bo'lib, u Qur'onda tilga ilingan bir qancha urushlarning biridir. Badr degan so'z aslida bir odamning ismi bo'lib, Payg'ambar alayhissalom Madinaga hijrat qilishdan bir qancha asr burun Badr ismli bir odam ash yerga bir quduq qazidi. Keyincha u yer Badri tuzlangligi deb atalib, eng oxiri bu joyning ismi Badrga o'zgartirildi. Bu qitimqi urushga qatnashgan musulmonlarning kuchi Qurayshlarnikidan ko'p ojiz bo'lib, Muhammad alayhissalom yo'l bo'yi to'xtamay yordam talab qilib, Allohga duo qildi. Allah Muhammad alayhissalomga yordam qiladiganligini va'da qildi va shu va'dasi bo'yicha 1000 farishta avatdi. Ammo bu farishtalar kelib, Qurayshning odamlarini biroqli yo'q qilib atmaydi. Yasir qarning deyishcha, farishta Jibril 600 dona qanotining birsini bir shiltish bilan bir kentni tuzlab o'talaydi ekan. Ular Muhammad alayhissalomning odamlarining urush qilishiga qarab turib, faqat ularning kuchi yetmagan, yordamchisiz qolgan, halok bo'lib ketishga oz qolgan vaqtidala ondan yordam qiladi. Bu leksiyada Yasir Qozi qayta ta'kidlagan bir narsa shuki, agar siz aqlingizni eng zo'r darajada ishlatib, jiningizni tikib, o'zingizning borlig'ini atab, qattiq tirishmasangiz, Allah hargizmi sizga yordam qilmaydi.
Qur'ondagi 8-sura Anfalning mazmuni butunlay mushu vaqa haqida bo'lib, men barliq o'qirmanlarga maqolni o'qib mush yerga kelganda ashu surni bir qatim o'qib chiqishini tavsiya qilaman. Tövendikisi Yasir Qazining 38-qatimliq leksiyasida qilgan bir qism so'zlarning asosiy mazmuni. Bu so'zlarning hammasi leksiyadagi birli joyda so'zlangan emas bo'lib, men ularni leksiyaning bir qancha yerdan oldim. Muhammad alayhissalom sahobalarni boshlab Badr urushi maydoniga qarab ketayotgan yo'lda Allohga orqa-orqadan duo qilib, Allohdan yordam tilash natijasida Allohdan uningga 1000 farishta avatib, uningga yordam qiladiganligi haqida vahiy keladi. Shundan keyin Jibril beshiga qizil ranglik raq ortib olgan, qo'llarida qurol tutgan hamda Alloh faqat farishtalar uchun yaratgan bir xil alayda xildagi otlarni mingan farishtalardan 1000 farishtani boshlab Muhammad alayhissalomning qo'shiniga yordam qilish uchun keladi. Aslida farishtalar qurol ishlatmaymi, Quraysh askarlarini osonli bichit qilib ta'laydi. Ammo Alloh mushu bir vaqa orqali bizga bir muhim hikmatni bildirdi. U bo'lsa-mu, g'alaba qozonish uchun farishtalarmi eng zo'r darajada tirishchanlik ko'rsatmasi bo'lmaydi. Farishtalarmi o'zining barligini atab tirishchanlik ko'rsatmaydi ekan, qilayotgan ishidan yaxshi natija chiqmaydi. Badr urushi intayin mo'yin bo'lib, Alloh farishtalarning ichidagi javharlardan 1000 ni tanlab yordamga avatidi. Ya'ni farishtalarning ichidami o'xshamaydigan darajalar bor bo'lib, Alloh Badr urushiga avatganlar shularning ichidagi mansibi ustun o'rinda turadigan 1000 farishtadan tarkib topgan. Qurayshlarni bir taraf qilib etish ishini birla farishta qila oladigan tursa, Alloh nima uchun 1000 farishta avatidi? Ya'ni farishtalar insonlarning ko'ziga ko'rinmaydigan bo'g'achqa. Ular dushmanlarning ichidagi xohlagan yerlarga berib, ularni yo'qotib o'tadi. Hadisdagi bir rivoyatda deyilishicha, bir qitim Jibril o'zining aslidagi qiyofatida kelib, o'zining 600 dona qanotining birsini yerga bir urgan ekan, qanoti tekkan yerdagi shahar osmonga qanqib chiqib, yerga dum ko'mtirilib tushdi ekan. Mushundaq turuqliq Alloh yana nima uchun 1000 farishtani avatidi? Bu yerda mundaq bir oddiy haqiqat bor. U bo'lsa-mu Qur'on va sunnatga boshdan oxir singdirilgan bir uchur shuki. Siz hech qanday bir narsani bekorga qo'lga keltira olmaysiz. Jannatmi shuning ichida. Siz jannatga-mu hech ish qilmayla kira olmaysiz. Biz jannatga o'z tirishchanliklarimiz bilanla erisha olmaymiz. Biz ko'rsatadigan tirishchanliklar bilan selishtirganda jannat degan bir bebaho narsadir. Shundaq bo'lsa-mu, siz jannatga kirish uchun ma'lum darajada tirishchanlik ko'rsatishingiz kerak. Ya'ni siz ko'rsatgan tirishchanlik siz erishadigan natija bilan selishtirganda yetarlik emas bo'lsa-mu, siz ashu natijaga erishish uchun cho'qim ma'lum darajada tirishchanlik ko'rsatishingiz kerak. Shundaq qilsangiz, Alloh siz ko'rsatgan tirishchanlikning sonliq miqdoriga emas, uning sifatiga qarab, ondan sizga natija ato qilmaslikni qaror qiladi. Badr urushida 300 nafar sahaba yollardagi qilichlarini sug'urib ilib, o'lim maydoniga qarab mangdi. Ammo dal shu chaqda Alloh 1000 farishtani avatib, shular orqali qilmoqchi bo'lgan ishni tamomlaydi.
Yani bu yerda sahabeler qarab turib, farishtalar hamma ishni o'zlari bevosita qilib etmaydi. Urush maydonida yuz bergan har bir vaqada sahabelar dushmanni o'ltirish uchun o'zlarining borliqini atab jangga otlanadi. Ondan farishtalar qolgan ishni bitirdi. Biror vaqadimi farishtalar sahobalar uchun hamma ishni o'zlari biroqli qilib bermaydi. Bu yerdagi muhim nuqta shuki, siz hargizmi sababni qilmay turib natijaga erisholmaysiz. Siz manzilga yetish uchun musofani besib o'tishingiz kerak. Allah hargizmi manzilni o'yib elib, uni sizning oldingizga akilib bermaydi. Sizning kuchingiz butun musofani besib tugatishga yetmasligi mumkin. Shundaqdimi siz o'zingizning borliqini atab tirishsangiz, qolganiga Allah yordam qiladi. Maryam alayhissalom o'zi yolg'iz tug'ut jarayonini boshlab, ojizlikdan jonsizlanib ketganda, Allah uningga "Men sen yordam qilaman, ammo xo'ma darxini o'zing irg'itqin" deydi. Yani xormalar Maryam alayhissalomning itigiga o'zligidan tushmaydi. Ammo Maryam alayhissalomning xorma darxini irg'atqudak kuchi yo'q. Shunga Allah uningga "Sen qanchalik ish qila olsang, shuni qil. Qolganini men qilaman" deydi. Shuning bilan Maryam alayhissalom daraxtni kuchining yetishicha midiriltishga urinadi. Shuning bilan daraxtdagi xormalar uning atrofiga tushadi. Qaranglar, Maryam alayhissalomdek bir ulug' inson, Isa alayhissalomdek bir payg'ambarni tug'ish oldida, ashundaq bir xatarga yo'liqqan vaqtdami Allohdan bekordan bekorga yordamga erishalmasa, bizning tirishmay turib Allohning yordamiga erisha olishimiz mumkinmi? Bizning bir narsaga ehtiyojimiz tushganda, uni menga Allah berdi deb uyda o'ltirsak, biz ashu narsaga erisha olamizmi? Agar bir narsa bizga buyurilgan bo'lsa, faqat biz o'zimizning borliqini atab tirishqandila, ondan Allah uni bizga beradi. Agar o narsa bizga buyurilgan bo'lsa, biz faqat sababini qilgandan keyin ondan Allah uni bizga berdi. Badr urushidan yakunlab chiqarg'ili bo'ladigan eng muhim hikmatlarning biri mana mushu. Yani Badr urushida musulmonlarning g'alaba qiladiganligi eng yuqori jang bo'lib, oldin bekitilgan. Yani o oldin buyurilgan. Ammo musulmonlar o'zining jinini olqiniga elib, jangga kirib, eng zo'r darajada tirishchanlik ko'rsatgandan keyin ondan bu g'alaba ularning qo'liga yetkazilgan. Musulmonlar o'zlarining borliqini mushu jangga atagandan keyin ondan ularga Allohning yordami kelgan. Musulmonlar umidni Allohga bog'lab, Allohga ishonish va Allohga tavakkul qilish bilan billa jinini tikib, qilishlar uchib yurgan jang maydoniga ko'krak kerib kiradi. Allah shuningdan keyin ularga yordam qiladi. İbrahim alayhissalommi o'g'li İsmoil alayhissalomni qurbonlik qilish uchun pichoqni egiz ko'tardi. Dal shu chaqda, ya'ni qurbonlik qilmoqchi bo'lib turganda, Allah "Endi bo'ldi, sen sinoqdan o'tding" deb İsmoil alayhissalomni qurbonlik qilg'izmaydi. Demak, biz oldi bilan o'zimizning borliqini atab, eng zo'r darajada tirishchanlik ko'rsatishimiz kerak. Ondan Allah bizga o'zi xohlagan va bizga buyurilgan narsalarni berdi. Yasir Qazining men bu qatim tilga olmoqchi bo'lgan 38-leksiyasidagi so'zlari mush yerda oxirlashdi.
Mən Yasir Qazining leksiyasining ichidagi yuqorida tilga ilingan mazmunlarni anglag'andan keyin intayin ko'p va intayin uzun o'ylandim. Ularni o'zimning hozirgacha bo'lgan umrdagi amaliyotga bog'lab baqdim. Nurg'un qarindoshlar mendan davomliq siz bunchavala ishlarga qandoq yetishsiz deb so'raydi. Uning javobi oddiy. Mən to'g'ri ishlarni tanlab qildim hamda oliy maktabda o'qiyotgan vaqtimdan boshlab har kuni 12 soatdan 16 soatgacha jinimni tikib o'zimning barlig'ini atab ishlarni to'g'ri qilishga intayin yuqori darajada ahamiyat bergan asosda qattiq tirishdim. Hozirmi shunday qilyapman. Amaliyotda Uyg'ur diyori va chet eldagi ko'zga ko'rinarli natijalarga erishgan Uyg'ur qarindoshlarning bu jihatdagi ahvoli meningkiga nihoyatda o'xshab ketadi. Men faqat shularning ichidagi bir odamdan iborat. Meningcha, yuqorida bayon qilingani islom dinidagi bir unutilgan an'ana ekan. İslam dinidagi bir unutilgan hikmat ekan. Agar undaq bo'lmagan bo'lsa, musulmonlar Badr urushida namoyon qilgan jasorat, namoyon qilgan botirlikni, Badr urushida namoyon qilgan har bir zamonga mos keladigan eng yaxshi qudrat tepish yo'li bilan mengish aqlini hozirgacha davomlashtirib kelgan bo'ladi. Shuning bilan musulmonlar bugünkidek bir nachar holatga tushib qolmay, kam degandimi taraqqiy qilgan g'arb allari bilan o'xshash saviyada tura olgan bo'ladi. Agar musulmonlar qanday qilganda Allohning yordamiga va buyurilgan narsalarga erishgili bo'ladiganligini asti ching tutgan bo'lsa, layoqatli musulmon bo'lish bilan billa kam deganda taraqqiy qilgan g'arb allardagi xalqlardek tirishgan bo'lsa, musulmonlar bugunmi siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va harbiy sohalarning hammasida dunyoning oldida mang'aligan, hech bo'lmaganda dunyo taraqqiyotiga ergishib mang'aligan bo'ladi. Makkadagilar bilan Madinadagi musulmonlar o'rtasidagi ikkinchi qatimliq urush Hijriya 3-yili yoki milodiy 625-yili 19 mart kuni Uhud deg'ining bag'rida yuz berdi. Bu urushni Badr urushida ziyon tortgan makkaliklar musulmonlardan intiqom olish uchun boshlaydi. Bu urushga qatnashgan makkaliklarning soni 3000 nafar atrofida bo'lib, bu son musulmonlarning sonidan ko'p ustun turdi. Urushning eng dastlabida Muhammad alayhisalomning nihoyat donolik bilan o'rinlashtirishi va qo'mondonlik qilish natijasida musulmonlar makkaliklarning bargohlarini osonla vayron qilibdi. Lekin uningdan keyin musulmonlardan 300 kishi Muhammad alayhisalomning o'rinlashtirishiga bo'ysunmay, o'lja talishib, har tarafga chechilib ketdi. Makkaliklar bu fursatdan foydalanib, musulmonlarga qaytarma zarba berib, musulmonlarga intayin ig'ir darajada ziyon soladi. Musulmonlardan kam deganda 70 kishi shahid bo'ladi. Makkaliklardan bo'lsa, oran 22 odam o'ladi. Muhammad alayhisalommo ig'ir darajada yaralanib, dushmanning qo'liga tushib qolg'ili tasliq qiladi. Sura Al-Imronda ashu Uhud urushiga oid xeyli ko'p oyatlar bor bo'lib, u oyatlar 3-suradagi birli joyda berilmay, uning ichida bir oz tarqilib kelgan. Şuna hozir Qur'onni o'rganayotgan qarindoshlar 3-surani o'qishdan burun Uhud urushi haqidagi tarixni bir qatim o'qib olsa, uning ko'p foydasi bo'ladi. Yasir Qazi o'zining Muhammad payg'ambarning tarjimali degan leksiyasining 45-qismidan boshlab mushu Uhud urushi haqida so'zlagan bo'lib, u leksiyaning
49 qismida Uhud urushidagi foydali nuqtalar bilan hikmatlarni xulosalaydi. U mundaq deydi: Bu yerdikisimi Yasir Qazi degan so'zlarning aynan tarjimasi bo'lmasdan, uning asosiy mazmunidan iborat. Badr urushida musulmonlar Payg'ambar alayhissalomning qo'mondonligiga bo'ysunadi va keyingi qadamda qanday qilish to'g'risida o'zaro so'qishmaydi. Uhud urushida bo'lsa, musulmonlar ham Payg'ambar alayhissalomning qo'mondonligiga bo'ysunmaydi, ham keyingi bosqichda qanday qilish masalasida o'zaro so'qishadi. O'lja talishib, musulmonlar qo'shini ichida qalaymaqonchilik paydo qiladi hamda irodasini yo'qotadi. Bu ikki xil ahvol Qur'ondagi 8-sura bilan 3-surada bayon qilingan. Qur'ondagi ashu mazmunlar va Uhud urushidagi amaliyotdan biz shuni bilalaymiz-ki, agar musulmonlarda birlik bo'ladi ekan, hamda musulmonlarda Allohga va Payg'ambar alayhissalomga qarata sadoqatmanlik bo'ladi ekan, ular Payg'ambar alayhissalomning qo'mondonligiga bo'ysunadi ekan. Alloh taolo ularga yordam qiladi. Agar musulmonlarda birlik bo'lmaydi ekan, hamda Allah va Payg'ambar alayhissalomga qarata sadoqatmanlik bo'lmaydi ekan, Alloh ularga atgan yordamini qaytarib oladi. Ya'ni musulmonlar Uhud urushining eng dastlabida xuddi Badr urushidagidekla harakat qilganda Alloh ularga yordam qiladi. Ammo uningdan keyin musulmonlar parchalanib, dushmanni bir yoqqa qayrib qo'yib, manfaat talashishga tushib ketganda, Alloh o'zining ularga qaratgan yordamini to'xtatib qo'ydi. Mayli siz musulmon bo'ling. Mayli siz yaxshi musulmon bo'ling. Mayli siz dunyodagi eng yaxshi musulmon bo'ling. Sizga g'alaba mundaqla taqdim qilinmaydi. G'alaba sizga kapolat qilinmaydi. Masalan, Muhammad alayhissalom dunyodagi eng yaxshi musulmon. Ammo Uhud urushida uning g'alaba taqdim qilinmadi. G'alaba kurash orqali qo'lga keltirilishi kerak. Har bir g'alaba kurash orqali qo'lga keltirilishi kerak. Bu jihatdagi ishlar hargiz boshqacha bo'lmaydi. Bu jihatdagi ishlarning boshqacha bo'lish ehtimolligi nolga teng. Bu ish Payg'ambar alayhissalom uchun o'xshash. Bu jihatda hech qanday odamning darajasi o'stirilmaydi. Mayli bu dunyoda bo'lsin yoki oxiratda bo'lsin, bu ish har ikki dunyoda o'xshash. Uhud urushida Makkaliklar musulmonlarni butunlay tozalatmoqchi bo'ldi. Lekin musulmonlar Makkaliklarni o'z maqsadiga yetkazmadi. Mushundaq bir g'alaba uchun Muhammad alayhissalom ig'ir darajada yorilinib, qattiq sinoqlarni beshidan o'tkazib, ig'ir darajada badal to'ladi. Yasir Qazi 49 leksiyasida o'ttirib qo'ygan Uhud urushining foydali nuqtalari va muhim hikmatlari xili ko'p bo'lib, men yuqorida ularning faqat mazkur tema bilan munosabatli qismini tunishtirib o'tdim. Muhammad alayhissalom 300 nafar sahabani boshlab Badr jangini ilib berishdagi maqsad 1000 to'giga 50,000 dinar oltinni otib, 40 nafar askarning qo'g'dishi bilan Shamdan Makkaga qaytib kelayotgan bir karvonni qo'lga tushirib, shu orqali musulmonlarning siyosiy, iqtisodiy va harbiy kuchini oshirishdan iborat edi. Ya'ni boshqacha qilib aytganda, Badr urushi yuz bergan davrlardagi tez surat qudrat tepishning eng unumli yo'li Qurayshning karvonini qo'lga keltirish bo'lgan edi. Hozirgi zamonda qudrat tepish va taraqqiyotda dunyoning oldida mengishning eng unumli yo'li qaysilar? Men tuvanda mushu masala ustida ozroq to'xtalaman. Davomı var.
Buyurulgan yordam va tirishchanlik. Badr urushidan o'ylaganlarim. Abdori Erkin Sidiq. Davomi. 2. To'g'ri ishlarni tanlab qilish. Amerika ma'rifidagi STEM programmasi. Amerika prezidenti Obama 2010-yili 16 sentabr kuni mundaq degan. Kelgusidagi liderlar, ya'ni yetakligüchilarning qandaq bo'ladiganligi biz o'quvchilarni hozir qandaq tarbiyalashimizga bog'liq. Bo'libmi, hozir o'quvchilarni tabiiy fan, texnologiya, injenerlik va matematika kasblarida qandaq tarbiyalashimizga bog'liq. Hammamizning xabarda bo'lganidek, hozir Amerika siyosiy, iqtisodiy va harbiy sohalarning hammasida dunyoning eng oldida ketyotidi. U hargizmi ashundaq bir o'ringa tunugili erishgan bo'lmasdan, uning ashundaq o'ringa erishganligiga hozir biror asrga yaqin vaqt bo'lib qoldi. Amerika qandaq qilib mushundaq bir o'ringa erishaladi? Bu savolga to'liq javob berishga mazkur maqola bir muvofiq so'rin emas. Ya'ni, birinchidan, u savolning javobini to'liq bayon qilish kam deganda biror kitob yozishni talab qiladi. Yana bir tarafdan, Uyg'ur o'qirmanlarning ko'pinchisi u savolning javobini ozdir ko'pdir biladi. Şunlaşqı mən bu yerdə Amerika ma'rifida hozir yo'lga qo'yilayotgan bir programmani qisqacha tunishtirib o'tay. Bu programma Uyg'ur ma'rifida bir maxsus programma sifatida yo'lga qo'yilmagan bo'lib, mening farzimcha butun Uyg'ur xalqi hozirgacha boshqa ishlar bilan aldirash bo'lib ketib, texi bundaq bir narsaga yetarlik darajada ahamiyat berishga yetishib bo'lolmadi. Amerika prezidenti Obama yuqoridagi bir jumla so'zida mundaq 4 kasbiy sohani tilga olgan. Tabiiy fan, texnologiya, injenerlik va matematika. Bu so'zlarning inglizchasi science, technology, engineering, mathematics bo'lib, bu 4 so'zning bosh harfini qo'shsak, inglizcha harflar bilan STEM degan so'z hosil bo'ladi. Men uni tövanda Uyg'urchami STEM deb olaman. Hozir Amerika ma'rifida yo'lga qo'yilayotgan bir STEM programmasi bor. Bu programmaga bir STEM ma'rifiy komiteti rahbarlik qiladigan bo'lib, bu komitet 13 mamlakatlik ilm-fan organlardan tarkib topgan. Ularning ichida Ma'rif ministrligi bor. Bu komitetning vazifasi butun mamlakat uchun bir tutash ma'rif strategiyasi tuzib berish, ma'rif xarajatini muvofiq o'rinlashtirib berish, STEM programmasini tashkillash hamda davlat ma'rif xarajatining tövandagi 5 sohadagi rolini kuchaytirish. Birinchi, yaslidan 12 sinfgacha bo'lgan STEM darslari. Ikkinchi, butun xalq va yosh o'smirlarning STEM kasblari bilan shug'ullanish nisbatini o'stirish va uni saqlab menish. Uchinchi, oliy maktab to'liq kurs o'quvchilarining STEM bilimlarini yaxshilash. To'rtinchi, tarixda STEM sohalarida ojiz bo'lib kelgan irqiy guruh kishilarga qaratilgan yordamni kuchaytirish. Beshinchi, kelgusidagi STEM emgak kuchlari uchun zo'r bo'lgan aspirantlar ma'rifini loyihalash. Prezident Obama 2015-yillik davlat hamchoti ichida STEM programmasi uchun maxsus pul ajratib,
STEM programmasida yenilik yaratish va STEM programmasi uchun yangi o'qituvchilarni xizmatga elish qatorliq bir qator ishlarni yangi planlarga kirgizdi. Bu ishlarning hammasini qo'shganda Amerikaning STEM ma'rifini yaxshilash uchun yangi va unumli choralarni tepib chiqadi va ularni yo'lga qo'ydi. Bütün mamlakat miqyosida STEM darslarini o'tishning unumli usullarini yo'lga qo'ydi. Hamda o'quvchilarning STEM ma'rifiga yetarlik darajada cho'nqurlab kirishini ilgari surib, o'quvchilarni amaliyotda osonlik qo'llana oladigan bilimlarga ega qilib, shu orqali o'quvchilarning STEM sohalariga bo'lgan qiziqishini kuchaytirdi va shu sohalarda qo'lga keltiradigan natijalarni ko'paytirdi. Mening bilishimcha, har xil tarixiy sabablar tufaylidan yaqinqi 5 asrdak vaqt ichida Uyg'urlar STEM sohalarida dunyoning oldida mengayotgan millatlar qatoridan o'rin elib boqmadi. Bu sohalarda hozir nihoyatda ojiz. Yaqinqi 60 yilning mobaynidami Uyg'urlardan STEM sohasida ko'zga ko'rinarlik darajada natija qozonganlar bak oz bo'lg'achqa. Uyg'urlar ichidagi dangliq arboblar asosan ijtimoiy fanlar bilan san'atkorlardan tashkil tepib keldi. Xalq orasida ko'proq o'rinlashtiradigan faoliyatlar ichida hozirmi san'at va ijtimoiy fan faoliyatlari asosiy nisbatni egallaydi. Uyg'ur maktablarida darsdan sirt o'rinlashtiriladigan STEM yoki ilm-fan faoliyatlari texicha asosan mavjud emas. Uyg'urlarning mushundaq bir ahvol ichida turib qolishidagi sabablarning hammasi Uyg'urlarning o'zida emas. Shundaqdimi millatni gullantirish, qudrat tepish va dunyodagi taraqqiy topgan xalqlarning saviyasiga yetib olish ishlari ustida o'ylanayotgan va izlanayotgan qarindoshlarimiz cho'qim ma'rifdagi STEM kasblarini intayin muhim o'ringa qo'yish kerak. Mana bu g'arbdagi Amerika qatorliq ellarning tez suratda taraqqiy qilishidagi eng muhim sirdir. 3. Taraqqiyotda to'g'ri ishlarni qilgan va ishlarni to'g'ri qilganlarning misoli. Yaponlar, Yahudilar va Germanlar. Men o'zimning burunqi bir qism yozmalari orqali Yaponlar va Yahudilar ustida xeyli ko'p tushuncha berdim. Germanlar ustida tex to'xtalmadim. Balkim ular ustida keyincha ayrim to'xtalishim mumkin. Umumlashtirib aytganda, bu 3 millatda Badr urushidagi musulmonlarnikidek e'tiqod bor va Badr urushidagi musulmonlarnikidek birlik bor. Ular Badr urushidagi musulmonlardek o'z millati va o'z davlatining manfaati uchun jinini olqiniga elib, o'zining borlig'ini atab, eng yuqori darajada qattiq tirishadi. Hamma ishni intayin yuqori darajadagi astoydillik va intayin yuksak mas'uliyatchanlik bilan qiladi. Ular ancha kulmaydi. Ancha bak o'ynamaydi. Uning o'rniga biz hozir qaysi tarafga qarab ketyapmiz? Bizning ahdidagi taqdirimiz kapolatga egami? deb ko'p o'ylaydi. Shundaq bo'lg'achqa, garchi bu 3 millat 2 dunyo urushida butunlay vayron qilib o'tilgan bo'lsa-mu, ular ancha uzun hisoblanmaydigan 70 yildak vaqt ichida iqtisodiy jihatda yana dunyoning oldiga o'tib ketdi. Ma'lum ma'nodan aytganda, ular hozir iqtisodiy jihatda dunyoni so'rayotidi. Bu 3
millatda bütün nüfus boyunca e'tiqod tekşi halda güçlük, ma'rif sapası yuqori, qattiq tirishish ro'yi va irodasi güçlük. Bir qism musulmon ellari va musulmon rayonlardagi xalqlarda bo'lsa, ahvol dal uning aksicha bo'lganligi, hatto din va axloqdagi samimiyatlikmo ojiz bo'lganligi uchun hozir xalqarodagi ba'zi ziyolilar Yapon, Germaniya va boshqa bir qism taraqqiy topgan g'arb ellarni musulmonlari yo'q, islomi bor ellar deb atab, yuqorqidek musulmon ellarni bo'lsa, musulmonlari bor, ammo islomi yo'q ellar deb atayotidi. Agar o'ptaroq o'ylab baqadigan bo'lsangiz, bu so'zlarning bir qism asosi borligini bayqaysiz. Yuqoridagi 3 millat sistem sohalaridami dunyoga boshlamchi bo'layotgan millatlarning bir qismidir. Mening ba'zi materiallardan ko'rishimcha, Yapon nüfusining 10% mashina sozlik sanoati bilan munosabatli kasb bilan shug'ullanadigan. Amaliyotda sanoatlashgan ellarning ko'pinchisida ahvol mushundoq ekan. Yaponlarning texnologiya va injenerlik sohasida naqadar taraqqiy qilganligi hammalarga ma'lum. Tabiiy fan va matematikada kuchli bo'lmay turib, texnologiya va injenerlikda kuchli bo'lish mumkin emas. İsrailiyadagi 25% Yahudi nüfusi injener ekan. Germaniya bilan injenerlikning ma'nidosh so'z bo'lib kelayotganiga xeyli uzun bo'ldi. 1945-yili taslim bo'lgandan keyin Germaniyaning besimlangan qismi 4 parcha zamonga bo'lib o'tilgan. Hamda 1950-yilga kelguncha uning qayta kuchayib ketishining oldini olish uchun uning ig'ir sanoati birlashma kuchlar tarafidan maqsadli holda ig'ir darajada buzib tashlangan edi. Lekin Germaniya yana kuchaydi. Hozir u iqtisodiy jihatda Yevropa birligiga a'zo bo'lgan ellarni yo'layotdi. Hamma ish Allah'ның o'rinlashtirishi bilan bo'ladi. Men o'zimning burunqi maqolalarda bayon qilganimdek, Yaponlarning bir kuchlik yoki muqim din yo'q. Ammo ularning intayin kuchlik e'tiqodi bor. Hamda bu e'tiqod butun Yapon xalqi ichida tekshi holda umumlashgan. Yaponlar kuniga 8 soat ishlaydigan kishilar hisobida maosh olib ishlaydi. Ammo shirkatda ishlaydigan yaponlarning ichida kuniga aron 8 soat ishlaydigan kishilar asosan mavjud emas. Ular normal ahvolda kuniga 10 soatdan ortiq ishlaydi. Ayollar butun vujudini oila va bola tarbiyasiga qaratgan bo'lib, erlar bo'lsa, o'zini butunlay shirkatiga atavatgan. Men 80-yillari Yaponda o'qiyotganda ko'rgan bir ahvol shuki, yangi oliy maktab bitirgan yaponlik yoshlar 5 yilgacha atdigan soat 9 dan yarim kecha soat o'shgacha ishlaydi ekan. Shu jarayonda ular bir rasmiy yaponlik bo'lib cheniqib chiqadi ekan. Yahudilarning bir qismining diniy e'tiqodi bor bo'lib, ularning ichidagi bir qismlarning e'tiqodi intayin kuchlik, yana bir qismi bo'lsa dinsizlar. Isroiliya davlat qurish tarafdori bo'lgan zionistlar dinsizlar bo'lib, ular hozir Isroiliyada yashayotgan Yahudilarning asosliq qismini egallaydi. Dunyodagi qiyin kasblarning hammasining beshida Yahudilar bor. Ularning butun dunyodagi nufusi aran 13 million atrofida bo'lsa-mu,
hozirgacha tarqatilgan Nobel mukofotining taxminan 3dan 1 qismini yahudilar olgan. Мұшындақ ahvoldan biz yahudilarning naqadar tirishchan ekanligini bilib olamiz. Taraqqiyotda to'g'ri ishlarni qilishga va ishlarni to'g'ri qilishga naqadar qodir ekanligini bilib olamiz. Ikkinchi dunyo urushidan burun Germanlar dinni intayin mo'yim o'ringa qo'ygan. Bo'libmi Angliya bilan silishtirganda Germanlar haqiqiy dinchilardan bo'lib, o'zining barliq kuchini asosan davlat ichidagi ishlarga qaratgan. Mening mo'ljarlashimcha, ikkinchi dunyo urushidan keyin Germanlardami din jihatda zo'r o'zgarishlar bo'ldi. Ularning asosliq nupusimi Xudoga ishonadigan, ammo dinchi emas. Spiritual but not religious kishilarga aylandi. Germanlarmi intayin qattiq ishlaydi. Vazifani nayt yuqori mas'uliyatchanlik va astoydillik bilan o'rinlaydi. Hamda nayt ijodchan. Hozir butun dunyo ishlatayotgan ilg'or texnikalarning ichida Germanlar ijod qilganlari nayt yuqori nisbatni egallaydi. 1760 yildan 1814 yillargacha yashagan Germaniyalik dangliq faylasuf Fichte mundaq deydi. Germanlarning ro'yi bir burkutga o'xshash. U o'zining kuchlik va maxsus mashq qilgan qanotini qiqib, o'zining ig'ir badanini yuqoriga qarab o'rlashga majbur qiladi. Uning bunday qilishdagi maqsadi cho'nqur tafakkurlar orqali o'ziga kuch-quvvat ato qiladigan bir quyoshga o'xshash manbaga yiqilishdan iborat. Men bu so'zni Germanlarning ro'yini nayta ixcham va nayta jonli holda tushuntirib bera oladigan deb o'yladim. Yuqorida Yasir Qazi degandek, agar siz bir yaxshi musulmon bo'lib, o'zingizning barlig'ini atab qattiq tirishmaydi ekansiz, Alloh sizga bekordan bekorga yordam qilmaydi. Alloh sizga g'albini bekordan bekorga taqdim qilmaydi. Endi biz yaponlar bilan Germanlarning yuqorqidek ahvolidan mundaq bir xulosa kelalaymiz. Siz bir kuchlik dinga ega bo'lmasingizmi yoki siz davomliq diniy ibodat bilan shug'ullanmasingizmi? Agar siz o'zingizning barlig'ini atab to'g'ri ishlarni qilish va ishlarni to'g'ri qilish jihatda eng zo'r darajada tirishchanlik ko'rsatgansiz, Allah sizning hozirgi dunyodagi taraqqiyotning oldida mengishingizga, butun insonlar orasida qaddingizni tik tutib, quldak emas, odamdek yashashingizga yo'l qo'ydi. Hatto uningga yordam qilishimi mumkin. 4-chi oxirgi so'z. Men o'zimning burunqi maqolalarda musulmonlarning qandaq tarixiy sabablar tufaylidan taraqqiyotda dunyoning eng oldida mangan bir holatdan dunyoning keynida qolgan bir holatga tushib qolganligini tushuntirib o'tdim. Musulmonlarni orqada qo'ygan tarixiy sabablarga birinchi dunyo urushi mazgildala xotima berilib bo'lgan. Shundaq turxluq ko'pincha musulmon ellari toki bugungacha taraqqiyotda dunyoning oldida mengayotgan ellarga yetishib mangolmadi. Bir qism musulmon emas, dinimi kuchlik emas ellar nihoyatda tez suratda taraqqiy qilib, musulmon ellarning ko'pinchisi bo'lsa taraqqiyotda nihoyatda orqada qoldi. Heliqi bir qism musulmon ellari faqat o'z davlatlaridagi yer osti boyliqlarga tayinib, hozirgidek yashayotgan bo'lib, agar aşı yer osti boyliqlar tugab ketadigan bo'lsa, ularning qandoq bo'lib ketadiganligi hammalarga ayon. Men mazkur maqolada hozir taraqqiyotda dunyoning oldida ketayotgan ellarning nima uchun taraqqiy qilganligi bilan ko'pincha musulmon ellarning
nima uchun taraqqiy qilolmaganligini tushunishga foydali bo'lgan bir qism mazmunlarni bayon qilib o'tdim. Mushu maqolada o'ttirib qo'yilgan mazmunlar asosida obdan o'ylanib baqsaq, shuni bayqaymizki, musulmonlarni taraqqiyotda tuvan saviyada tutib turgan narsa islom dini bo'lmasdan, balki Alloh ayni vaqtda ko'rsatib isbotlab bo'lgan taraqqiyot usullari yoki musulmonlarning bir qism hikmatlarni unutib qolganligidan yoki ulardan voz kechganligidan bo'lgan. Ayni vaqtda Muhammad alayhissalom isbotlab bergan tajriba savoqlar shuki, bir xalq gullanish yoki qudrat tepish uchun cho'qim bir niyat, bir maqsadda zich uyushib, bir yoqidan bosh, bir yangdan qo'l chiqarib, shu zamondagi to'g'ri ishlarni tanlab qilish va shu ishlarni to'g'ri qilish yo'lida jonlarini tikib, o'zlarining borlig'ini atab, eng yuqori darajada qattiq tirishish kerak. Ashunda qilgandila Allah buyurgan yordamlarni qo'lga keltirgili va g'alabaga erishgili bo'ladi. Hamma ish Allahning o'rinlashtirishi bo'yicha bo'ladi. Agar hozir dunyo taraqqiyotining eng oldida ketayotgan ellar va xalqlarga qarab boqadigan bo'lsak, mundaq bir ahvolni bayqaymiz. Agar bir xalq gullanish yoki qudrat tepish uchun cho'qim bir niyat va bir maqsadda zich uyushib, shu zamondagi to'g'ri ishlarni qilish va shu ishlarni to'g'ri qilish yo'lida aql ishlatib, jonlarini tikib, o'zlarining borlig'ini atab, eng yuqori darajada qattiq tirishadi ekan. Ular mayli musulmon bo'lsin yoki bo'lmasin, Allah ularning taraqqiyotiga yo'l qo'ydi. Ularning taraqqiyotiga yo'l ochib berdi. Hatto ularga yordam qilishimi mumkin. Uning aksicha, musulmon bo'lish bo'lmasligi yoki qandaq musulmon bo'lishidan qat'iy nazar, Allah aqlsizlik bilan ish qilguvchilarga va o'rinlarga yordam qilmaydi. Allah aqlsizlik bilan ish qilguvchilarga va o'rinlarga g'alabalarni taqdim qilmaydi. Diniy ibodatlar qattiq tirishchanlikning o'rnini ololmaydi. Bu xulosani hozir dunyoning ko'p joylarida yuz berayotgan musulmonlar bilan munosabatlik cho'ng voqealarni ro'shan holda isbotlab turibdi. Uyg'urlarning hozirgidek bir holatga tushib qolishiga sabab bo'lgan muhim omillarning biri ularning boshqalar bilan barobar holatda raqobatlashish imkoniyatining yo'qligidandir. Ammo biz bu omilni o'zimizning tirishmasligining bahonasi qilib olsak bo'lmaydi. Uning o'rniga barobar raqobatlashadigan sharoitni barpo qilish yo'lida barliq tirishchanliklarni ko'rsatishimiz kerak. Bu ishni qanday qilish jihatda biz yahudilardan o'rgansak bo'ladigan nurg'un narsalar bor bo'lib, men ularning bir qismini o'zimning yahudilar haqidagi 2 parcha maqolasida bir oz tushuntirib o'tdim. Men hozir ichkirda o'qiyotgan bir qism uqalarning ko'plagan vaqtini o'zligidan din o'rganishga ajratib, maktabda o'tilgan darslarga unchavala ahamiyat bermayotganligini, natijada darslarga yetishib mangolmas bo'lib qolganligini, ba'zilarining hatto o'qishda yaxshi, ammo o'zligidan din o'rganishga berilmagan saboqdoshlari bilan yaxshi o'tmayotganligini angladim. Men ashu fikrlardan men yuqorida tunishtirgan Badr urushidan yakunlab chiqilgan hikmatlarga diqqat qilib qo'yishini o'tinaman. Ya'ni siz qanchalik yaxshi musulmon bo'lib ketsingizmi, agar o'zingiz o'rinlashga tegishlik rasmiy vazifalarni barligingizni atab, jiningizni tikib, eng zo'r darajada tirishchanlik ko'rsatib turib ado qilmaydi ekansiz, Allah sizni yaxshi ko'rib ketishi, sizga tiligingizni berishi natayin. Agar siz musulmonlikning farzlarini nihoyatda yaxshi ado qilib,
o'z millatingizga ko'ngil bo'lmasangiz, millatingizning qudrat topqizish yo'lida qilishga tegishli ishlarni o'zingizning borligini atab turib qilmasangiz, sizni Alloh yaxshi ko'rishi natayin. Agar maktabdagi o'qishingizni o'zingizning borligini atab eng zo'r darajada tirishchanlik ko'rsatib turib ilib ma'misangiz, Allah'ның siz tilgan narsalarni sizga berishi natayin. Bu jihatda hammani bilguchi bir Allah'dır. Badr urushi bizga eng kuchli darajada bildirgan narsa shuki, bir xalq qudrat topmoqchi bo'ladigan yaxshi musulmon bo'lishdan boshqa yana cho'qim qudrat tepishning eng unumli usulidan eng zo'r darajada tirishchanlik ko'rsatib turib foydalanish kerak. Undaq qilmaydigan kishilar tilaganni Allah'ның berishi natayin. Men Yasir Qazining leksiyalaridan mundaq mazmunni angladim. Musulmonlar Madinaga ko'chib berib, dastlabki 5 yildak vaqt ichida elib borgan janglar jarayonida musulmonlar ba'zida namozni o'z vaqtida o'qisa, urushda ziyon tortadigan ahvollarga duch kelgan. Shundaq vaqtlarda Muhammad alayhissalom bir qism sahobalarning namozni o'z vaqtida o'qimay, uni keyin yaxshi fursat topganda to'liqlab o'qishiga yo'l qo'ygan. Maktab o'qishi bilan boshqa ishlarning munosabatini to'g'ri bir taraf qilishda. Yuqoridagi ahvol bizga bir qism hikmatlarni o'rgatadi. Ishqirda o'qiyotgan ukalar o'zimizni gullantirishdagi bir zo'r foydali kuch. Biz faqat o'qish bilan boshqa ishlarning munosabatini to'g'ri bir taraf qilib, maktabdagi fursatdan eng zo'r darajada to'liq foydalanib, bilim ilib, qobiliyat yetildirgandilar, ondan bu zo'r kuchni bir haqiqiy foydali omilga aylantira olamiz. Allohnimi shu orqali xush va rozi qila olishimiz mumkin. Qisqasi, Allah sahabelar davrida musulmonlarga qanday yashash kerakligini ko'rsatib bergan. Musulmonlar bo'lsa, uni unutilib qolgan yoki uningdan voz kechgan bo'lg'achqa, hozirgidek bir nachar holatga tushib qolgan. Agar musulmonlar bizmi shuning ichida ashu go'harni qaytadan tepib, uningdan yaxshi foydalanadigan, ularning buningdan keyingi taqdiri cho'qim hozirgidan ko'p yaxshi bo'ladi. Odam qattiq ishlaganga o'lib ketmaydi. Az uxlaganga ham shundaq. Amaliyotda dunyodagi cho'ng ishlarni qila olgan kishilarning hammasi az uxlab, qattiq ishlashni chekdan sal oshirib etadi. Cho'ng ishlarni qila olgan millatlarmi ham shundaq. Agar dunyoda musulmonlar yo'q, ammo islom bor davlat haqiqatanmi mavjud deyiladigan, Yaponiya uning eng tipik misoli bo'la oladi. Yaponlar qattiq uyushda va jon tikib qattiq tirishdimi dunyo bo'yicha eng oldida turadi. Mayli erlar bo'lsin yoki ayollar bo'lsin, uzun umr ko'rishdimi, Yaponlar dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Ya'ni Badr urushida isbotlangan ahvollarni o'lcham qilganda, dunyodagi millatlar orasida Yaponlarning buyurilgan yordamlarni qo'lga keltirishga sharti eng to'shidi. Ular amaliyotdami buyurilgan yordamga eng ko'p erishgan bo'lishi mumkin. Yaponlar tutgan yo'lni tutsa, boshqalarmi buyurilgan yordamga to'liq erisha olishi mumkin. Yaponlar tutgan yo'lni tutsak, bizmi buyurilgan yordamga to'liq erisha olishimiz mumkin. Men bu maqolani Azhari qarindishimizning yaqinqi bir maqolasidagi mono bir abzas so'zi bilan oxirlashtiraman. Shuni bilish kerakki, Allah natijani taqdir qilgandek sababni taqdir qildi. Allah taqdir qilgan natijalarga sababsiz yetkili bo'lmaydi.
Dünya və axirətning işlərdə səbəbsiz nəticəyə erişəlməslik oxşashlı bir qanuniyet. Çünki dünya və axirətdəki Allahның qanuni bir. Bu to'g'rida Allah mundaq deydi. Hər qandaq bir qavm o'zining ahvolini o'zgartmaguncha Allah ularning ahvolini o'zgartmaydi. Sura Ra'd 11-oyat. Maqola tamom. 2014-yili 31-oktyabr